Hozir bizda turmush o'rtoq er va xotin bir-biri bilan qanday gaplashadi? Instagramda kimningdir ayoliga qilgan muomalasi yoki gul bergani aytmasam chaqat tashab qo'yadi. Bu nima degani? Sen buni qila olmayapsan. Nima deb o'ylaysiz? Uni olgan erkak uni olib boraman deb jo'shib ketadimi? Jahli chiqadi. Sharoitni ko'rib turibdi, hamma narsani biladi, kimi bolasiligini ham biladi, nimaga unaqa qimmat narsalar xohlab qoldi degan xayol o'tadi erkak kishidan. Xuddi shunday ba'zi erkaklar nima qiladi? Haligi domlalar, ayollar qanday bo'lishi kerak haqidagi ma'ruzalarni olib turib ayoliga tashab qo'yadi. Va u yerda nima bo'ladi ayol kishi? Hali shuncha qilganim shunday bo'lib qoldimmi deydi. Keyin janjal boshlanadi. Mana boya nima uchun kerak er-xotin alohida gaplashib olish? Ayol kishi xohish istagini albatta siz aytganday turmush o'rtog'ining sharoitidan kelib chiqqan holatda so'rashi, iltimos qilishi lozim deb bilaman. Va mana shu yerda ayniqsa ayollarga notiqlik kerak. So'rashni ham bilish kerak. So'rashning ohangi bor, so'rashning jozibasi bor. So'rashning vaqti bor. Unaqa narsalar o'rgatmang, Lola. So'rashning qarashi bor. Nega o'rgatmasligim kerak? Ko'pgina akalar bankrot bo'lib ketib qoladi, so'rashni o'rganib olishsa. Aksincha, qarang, sizga e'tiroz qilmayman, lekin men shu fikr noto'g'ri. Nimaga? Hazillashyapman. Bilaman boy bo'lishini. Qancha bersa, shuncha boy bo'lishini. Joyda to'g'rilab ketdingiz. Amalda ko'rganman. Buni tushunib olishning o'zi aslida qanday go'zal. Ya'ni buni erkak kishi bilib shunday nuqtai nazardan qilsa, mashalloh, qanday go'zal.